Hammaga salom, xo'rmanglar, youtuberchilar, tuzumlisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan yana Rixon. Vaqtni cho'zib o'tirmayman. Hayot jadvali deydimi? Hayot jurnalini sotib oldim. Kalendarni to'g'rirog'i. Life calendar deydimi? Calendar. Nima deyapman? Calendar. Xullas, hayot kalendarini sotib oldim. Birgalikda ochamiz yana. Ko'ramiz qanaqa bo'ladi, takoy. Oxirida narxini ham aytaman, если cho'ga. Ko'ramiz. Yaxshigina qottasini chaqirtirdim. Pichoqni ham bir bu gal endi to'g'ri tushunasizlar, endi pichoq artilmagan holatda kesolman, eng qizig'i. Ashi ozoda bo'laman-da, boru. Hayotimni endi har kuni bundoq o'tayotganini hisoblab boraman. Bu qo'rqinchli, yoqimsiz, no. Bu mana bu joyini kesish kerak ekan. Sal qoldi, original qog'ozni ham kesib qo'yishimga. Yo, mana buni ham olish kerak ekan. Oh my god. Nima deyapti o'rtoqlar? Life calendar, weeks of your life, years of your life. Bunga qora ruchka sotib olmaganman-da, eng qiziq hali. Qora ruchkam bor edi, u qayerdadir. Mana bunaqa tursa yomon turadi. Buni devorga yopishtirishim kerakmi endi, skochlar nima deysizlar? Mana shu yerga yopishtirib qo'yishim kerakmi? Takoy. Bu yerda xullas mana o'zini ham olsa bo'ladi, o'zini ham yopishtirib qo'ysam bo'ladi. Если cho'ga shu orqasida kardoni ham bor. Вот так. Bu yerda adashmasam har bitta kati haftamidi, shunaqa edi. Buni hali ko'rib chiqishim kerak. Aniq bilmayman. Haftalikmidi, yo'q bu yerda sanalikmidi. Endi tepasida mana qora qilib to'ldirib qo'yilibdi, bu yoq uje. Nimaga bu yoq to'ldirib qo'yilgan bilmadim. Da, menimcha mana bu yoqda 90 hafta, общий bu yerda 90 hafta bor. Menimcha. Menimcha har bittasi bir haftadanmidi? Xullasdagi o'rtoqlarni sotib oldim mashina, narxi keladigan bo'lsa. Eng qizig'i, telefonim ham o'chib qolgan. Ikkinchi telefonimni ham zaryadkasi yo'q, zaryadka qilay desam, mana bu yerda shnuri yo'q. Xullas narxini aytolmas ekanman-da. Xafa bo'lmaysizlar. Dabdurustdan video olib tashlamoqman hozir. Gapira olmayapman, men bilyapman. O'zi qoyilati gapirganda. Xullas shuni sotib oldim. Ko'ramiz, buni yo'q devorga ilamanmi, yo'q qaraymizmi. Yana keyingi videoda gaplashamiz. Xudo xolasa, qanaqa ketayotganini belgilayotganimni yo yozayotganimni hozir o'zi
boshlamoqchi edim. Yana bitta ko'rishim kerak ekan. Buni yana o'rganib chiqishim kerak. Bitta o'rganib, yaxshigina bir ikkita ma'lumotini ko'rib ko'rishim kerak edi, buni qo'yishim kerak edi. Sal shoshma-shosharlik bilan videoni bosib olib o'shanga sal narxni ham aytolmayapman. Men buni har bitta aniq ma'lumot ham aytib bera olmayapman. Esimdan chiqib qoldi, chunki buni ancha oldin zakaz qilib chaqirtirgan edim-da. Xullas, adashmasam bu yerda 5 yil bormi yo 10 yil bormi, yaxshigina bor-da, bu yerda katta yil bor. Xullas, endi har kuni yoqimsiz endi belgilab boraman. Bu menimcha o'zimga nimadir eslatish, nimadir o'ylash, yoshlikni qadriga yetishmi, vaqt qadriga yetishmi, hayotimni qadriga yetishmi, har kunimni nimadir bilan sal bo'lsa ham unumli nimadir bilan o'tkazishimni o'ylab ko'ramanmi, balki shu narsa yordam berar. Bu narsani tegi menga o'zi bu narsani qattan men ilhomlandim. Bunaqa narsani sotib olishga yetadigan bo'lsam, Bek Olimjon akani telegramlarini o'qib turaman. Ya'ni adashmasam mana shu joyga men bor uzr so'rayman. Norvegiya yo Shveysariya edi. Menimcha Shveysariyada ko'z doktori bo'ladilar. Ularni Azrahimov iqtibos podkastlariga chaqirganlarida ponni suhbatlarini ko'rganman. O'shanda ular kimliklarini tanigan edim. O'shanda Telegram kanallarini ham topib olganman, o'qib turaman. Hozir takoy Ironmanga yaxshigina tayyorlanyaptilar. Coach bilan, murabbiy bilan, topoviy 1% murabbiy bilan, dunyo miqyosidagi top murabbiy bilan tayyorlanyaptilar. Xullas, bitta postlarda yozib qoldilar, mana shunaqa kattasini sotib olgan ekanlar. Ofisga ham adashmasam qilib qo'ygan ekanlar. Hali ham boshlashga, buni yurg'izishga yuraklari hali emas, boshlayman deb ular ham u yoq bu yoqqa cho'zib yurgan ekanlar. Boshlashim kerak deb. O'zi bo'lmayapti. Boshlashimga qo'rqyapmanmi, u yoq bu yoq qilib xullas gapiruvdilar. Mana shuni keyin men ulardan ilhomlandim. Haqiqatda og'ir bo'lsa kerak, o'zi emas, u hayotni o'tayotganini belgilab, umr o'tayotgani yaxshigina sezilib ko'rinib turadi. O'zi bo'lmasa kerak deb, men ham ko'zimni chirt yumib, ulardan ilhomlanib sotib oldim. Lekin aytamanki, ular belgilolmayotganliklari uchun nima, menda duh bor, men eplay olaman degan ma'noda qilmayapman bu narsani. Ularni darajalariga chiqish uchun menga ancha kerak. Nasib qilsa balki chiqarman, balki chiqa olmasman. Qiyin daraja, вообще ularning darajasiga chiqish uchun o'qishim kerak, hali ko'p jismoniy mehnat, hali juda katta mehnat qilishim kerak. Xullas, ularga nimadir isbotlash meni duxim yetadi degan ma'noda emas, prosta ilhomlanganim uchun, havas qilganim uchun, ularning bloklarini o'qib turganim uchun shu narsani sotib olishga qaror qildim, qisqasi. Shuni aytmoqchi edim. Shunaqa gaplar hozirchalik menda. Menimcha bo'ladi. Shu. Xudo xolasa buni keyingi safarida yaxshilab belgilab, narxlarini ko'rib, qanaqa har bitta katta haftami, kunmi o'shani ham aytib beraman anig'ini. Xudo xolasa bu necha yillik o'pshi, o'shani ham bafurcha keyingi videolarda gaplashishga harakat qilamiz. Xudoga shukr, Xudo nasib qildi. Mana shuni oddiy, mana shu korobkadan ochib, mana shu videoga olishimga ham duxi yetmayapti edi. Xudo bugun nasib qildi. Shu atak hali maslahat berishni bilmayman, nimadir deya olmayman bu haqida. Bu hali ko'ramiz. Buni qachongacha o'z duxim yetadi, buni olib bora olaymanmi, yozib bora olaymanmi? Bu menimcha hali ko'p videolarimda chiqadi, Xudo xolasa. Bu kalendar balki devorga ilib qo'yaman takoy. Ko'ramiz. Xullas, alohida rahmat Bek Olimjon akaga ham. ilhomlantirganlari uchun takoy. Chunki bu narsa bir qachonlardir internetlarda moda bo'lgan edi. Hozir adashmasam Instagramda moda emas. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar, yana gaplashamiz. O'zinglarni asranglar, tinch bo'linglar. Sizlar bilan Ergashev Ruhon bo'ldi. Bugunchalik shunaqa hayot kalendarini sotib oldim va
hayot yo'llarimiz davom etadi. Salomat bo'linglar.